Assalomu alaykum Qushbek KFC'ning aziz obunachilari. Bugungi obzorda sizlarga strips va kirilishga haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Stripslarimiz bu suyaksiz KFC bo'lib, lahm joyidan bo'ladi. Buni gullariga ahamiyat berasizlar. Hozir sizlarga qirsillashni ham eshittirib ko'rsatamiz. Tam juda ham ajoyib, bir kelib tatib ko'rishinglarni обязательно maslahat beraman. Juda ko'pchilik akalarimiz ham bir-birlaridan maslahat olib kelishyapti. Endi kirilishimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu suyakli KFC bo'ladi, qanotchadan tayyorlanadi. Buni ham qirsillashiga bir ahamiyat berasizlar. To'g'risini aytganda, kirilishga stripsga qaraganda sochniroq bo'ladi. Strips biroz quruqroq bo'ladi, lekin juda ko'pchilikka strips hozirda ma'qul kelyapti. Sizga ham shunday mazali, hamyonbop va sochni KFC'lar kerak bo'ladigan bo'lsa, bir kelib tatib ko'rishinglarni maslahat beraman. Manziliga keladigan bo'lsak, bizning manzil eski Sig'nonning ro'parasida, Farg'ona dehqon bozorining orqa tarafida. O'tganimizni ham ko'rishingiz mumkin. Albatta hammalaringizni kutib qolamiz. Kelib bir tatib ko'ring.